Diqqat! Taniqli xonanda Sevinch Shumuminova 44 yoshda. Assalomu alaykum. Muhim hamda tezkor yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. YouTube platformasida eng ko'p qidiriladigan o'zbek xonandasi deya ta'riflanadigan Sevinch Shumuminova 30-iyun kuni 44 yoshni qarshiladi. Nafaqat xonandalikda, aktrisalikda ham omadi kulgan ijodkorning muxlislari nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda bor. Shu munosabat bilan uning san'at ichida o'tgan bolaligi, omadsiz turmushi va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Yovvoyi qiz bo'lganman. Xonandaning otasi Tolib Mo'minov harbiy xizmatni Ozarbayjonda o'tagan. U Ozarbayjonga borganda Mahbura ismli qiz bilan tanishib qolib, u bilan oila qurgan. Ularning muhabbati sabab Shahlo, Sevinch va Kamron ismli farzandlar dunyoga kelgan. Bolaligim juda go'zal o'tgan. Tabiatan yovvoyi qiz bo'lganman. Odamlar bilan tez til topishib keta olmasdim. Dadamning qo'llarini ushlab, ortiga yashirinib turardim. Hozir ham shu odatlarim saqlanib qolgan. San'atkor bo'lishimni mendan ham ko'proq dadam istagan, deydi xonanda Sevinch Mo'minova. 15 yoshimda klipda suratga tushganman. Xonandaning san'atga kirib kelishi juda qiziq kechgan. Aslida uning bu sohani tanlashiga hech kim shubha qilmasdi. Boisi otasi san'atkor bo'lgani va u Oxunjon Madaliyevning ustozi hisoblanadi. San'atkor bo'lishimda dadamning hissasi juda katta, chunki u inson sabab bolalikdan san'atga mehr qo'yganman. Ustozim, maslahatchim, hatto targ'ibotchim ham dadam bo'ladi. Rahmatli Oxunjon Madaliyev dadamni juda hurmat qilardi. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas klipi suratga olinganidan keyin dadam operatordan mening qizimga ham klip olib bering deb iltimos qilgan. Ilgari kliplar tabiat qo'ynida oddiy suratga olinardi. Bir nechta kadrlarni olishganidan keyin birinchi klipim olindi deb rosa xursand bo'lganman. Bir oydan keyin o'zimni Oxunjon Madaliyevning Seni bugun ko'rmasam bo'lmas klipida ko'rib rosa xursand bo'lganman. O'shanda bor yo'g'i 15 yoshda edim, deydi xonanda. Sahnada tinch tura olmasdim. Ilk so'zi bilan bog'liq xotiralar hech qachon unutilmaydi. Sevinch Mo'minova ham ilk bor katta sahnaga chiqqan kunini yaxshi eslaydi. 16 yoshimda Oxunjon Madaliyevning Yakkaxon konsert dasturida ishtirok etganman. Juda hayajonli bo'lgan. Raqs tushishni yaxshi ko'rganim uchun sahnada tinch tura olmasdim. Bu harakatlarim ko'plab tanqidlarga uchragan bo'lsa-da, odamlar shu jihatim bilan meni yaxshi ko'rishadi deb o'ylayman. Ammo hozir avvalgidek raqsga tusha olmayman. Ilgari sahna chetida turib bo'lsa-da raqs tushaverardim. Hozir qizim uchun o'zimni asrashim kerak deyman, balki bu yoshimning ulg'aygani bilan ham bog'liqdir, deydi xonanda. Jamila G'ofurova Sevinchning o'rnida bo'lishni istagan. Xonanda Sevinch Shumuminova xonandalik faoliyatini boshlamasidan oldin 2002-yilda kino rejissyor Qamara Kamolovaning Dilxiroj filmida suratga tushgan. Aktrisa Jamila G'ofurova Sevinchga raqobatchi bo'lgani va bu rolni ijro etishgani haqida so'zlab bergan. 16 yoshimda Dilxiroj deb nomlangan filmda Alisher Hamroyev, Sevinch Mo'minovalar bilan birga suratga tushganman. O'shanda to'lachaligim uchun bosh rolga olishmagan. Dilxiroj filmida kasting ham bo'lmagan. Siz qaysi rolga keldingiz deyishganida men bosh rolga keldim, bosh rolni o'ynayman deganman. O'shanda rejissyor Jamila, agar bosh rolni o'ynamoqchi bo'lsangiz, ozishingizga to'g'ri keladi. Siz ozgina to'lachasiz degan edi. Haqiqatan ham to'lacha qiz edim. Bosh rolga ham to'g'ri kelmas edim, biroq kim o'zini men to'laman, bosh rolga ham to'g'ri kelmayman deb aytadi, deydi aktrisa Jamila G'ofurova. Filmni suratga olish jarayonlari naqd 40 kun Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan. Ota-onasidan hech qachon ayro yashamagan Sevinch suratga olish maydonchasida ham ular bo'lishini istagan. Sevinch Mo'minovaning qiyofadoshi. Xonanda Sevinch Mo'minovaning o'ziga o'xshash Shahlo ismli opasi bor. Opa-singillarning orasida 1 yosh farq bor. Instagram kuzatuvchilari xonandaning qizil Leylani Shahlo xolasiga o'xshatishadi. Shahlo opam bilan deyarli tengdoshdek ulg'ayganmiz, tashqi ko'rinishimiz o'xshash bo'lgani uchun ilgari bizni egizak deb o'ylashardi. Shahlo Angliyada tahsil olgan, tarjimon va iqtisodchilik mutaxassisliklarini egallagan. Hozirda farzandlari tarbiyasi bilan band, deydi xonanda Sevinch Mo'minova. Sevinch YouTube'dan qancha daromad oladi? Xonanda internet qirolichasi deya ta'riflanishi bejiz emas, chunki u qidiruvlar tizimida eng ko'p izlanadigan o'zbek xonandalaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Ne bo'ldi qo'shig'i 38 million marta tomosha qilingan. Mazkur qo'shiq Baxt uchun million filmiga soundtrack sifatida ijro etilgan.
Aslida u plagiat qo'shiq bo'lib, Sevinchdan avval uni hind, turk va grek xonandalari ham ijro etishgan. Qo'shiq matni esa shoira Gulbahor Mo'minova qalamiga mansub. YouTube'dan topadigan daromadimiz o qadar yuqori emas, oyiga $1000 pul keladi, deydi xonandaning otasi Tolib Mo'minov. Dars ketgan munosabatlar. Sharof Muqimov bilan Sevinchning turmushi. 2010-yildagi yulduzlar juftligining to'yi katta shov-shuvlarga sabab bo'lganda, hatto Sharof Muqimov va Sevinch Mo'minovaning nikoh oqshomining video disklari sotuvga ham chiqarilgandi. Sharof avvalgi intervyularida bo'laveradi deb o'ylanmaslik kerak ekan debdi. U emas, aslida men mayli bo'laveradi deb turmushga chiqqandim-ku. To'yni to'xtatmoqchi bo'lganim esidan chiqib qolibdimi? Unashtirilgandek to'yimiz aniq edi, lekin bir kunda bir marta xabar olib qo'ng'iroq qilmasdi. Men bilan qiziqmasdi. Sevmasligini, mehri yo'qligini o'sha vaqtdan sezardim. Chaqirib to'yni to'xtatmoqchiligini aytganimda ham menga emas, senga har xil gaplar keladi degandi. Farqi yo'q dedim. Endi baxtimni topganimda meni tashlab ketma deb yig'ladim. Sodda bo'lib soxta ko'z yoshlariga ishonibman, lekin bari soxta ekan, deydi xonanda. Bir oylik kelinchakligimda qattiq do'pposlagan. Sevinch yangi kelinlik paytida Sharof uni qattiq kaltaklagani haqida ham gapirdi. Qaynonam boshida meni yoqtirardi. Yaxshiyam vodiydan kelin qilgan ekanmiz, qo'l oyog'i chaqqon, shirin so'z ekan deb onamga qo'ng'iroq qilib rahmat ham aytgan. Bilmayman qanday qilib meni yomon ko'rib qoldi. Oilada qanday gap so'z bo'lsa ham umuman gap qaytarmaganman, chunki onam meni shunday tarbiyalagan. Bir marta gap qaytarganman, unda ham bor, bu uydan ket, yo'qol deb haydaganida, yo'q ketmayman, erim ket desa ketaman deganman. Shunda ham erim degan so'zim yoqmagan, juda qattiq gap eshitganman. Bir oylik kelinlik paytimda Sharof qattiq do'pposlagan. Uyga kelayotganida qo'ng'iroq qilganim uchun yonida do'sti bo'lgan, kelyapsizmi deganimni eshitgan va xotiningni hozirdan qattiq ushla, esini kirgizib qo'y, sendan qo'rqib tursin deb maslahat bergan. Yarim kechasi uyga kelib do'pposlagan, urmagan joyi qolmagan. Dod va ovozni eshitib uydagilardan hech kim chiqmagan. Xo'rligim kelib, narsalarimni yig'ishtirib ketaman deganimda yana kechirim so'rab olib qolgan, deya eslaydi Sevinch Mo'minova. Uyimizdan begona ayolning kiyimini topib olganman. Afsuski, yulduzli juftlikning baxtiyonlari uzoqqa cho'zilmadi. Oilada dunyoga kelgan qizaloq ham uni saqlab qola olmadi. Sevinch to'ydan so'ng 5 oy davomida qaynonasi bilan bitta uyda yashashgan, so'ng turmush o'rtog'i bilan alohida uyga ko'chib o'tgan. Shu vaqtdan e'tiboran oilamiz buzilishni boshladi, chunki Sharof bir kun men bilan yashasa, bir kun ota-onasi bilan yashardi, deydi Sevinch. Ajrashishimizga sabablarni aytsam, begona qizlar bilan yozishardi. Isbotlarigacha bor. Onamni ko'rgani Farg'onaga bir hafta ketib qaytib kelganimda uydan ayollar opasini topganman. Meniki emasdi, janjal ko'tarmaganman, faqat so'raganman. Do'stimiz klipga suratga tushganda grimyorniki cho'ntagida qolib ketgan ekan deb tushib qolgan shekilli degan. Gapiga ishondim, unga qattiq ishonardim. Menga xiyonat qilishi mumkinligini tasavvur ham qilmasdim. Keyin hammomdan begona ayollar ichki kiyimini topib oldim. Shundan so'ng butkul ishonchim yo'qoldi. Ataylab tashlab yetilgan edi, hech kim unutib qoldiradigan narsa emas-ku bu. Bir qiz bilan ham gaplashishini bilib qolganman. Sharof unga mabodo Sevinch senga qo'ng'iroq qilib qolsa, singlisiman deb aytgan degan ekan. U qizga qo'ng'iroq qilganimda yashirib ham o'tirmay, ha biz gaplashamiz deb menga Sharofning o'sha gaplarini skrinshot qilib yuborgandi. Men shunda ham qizim uchun u otasiz katta bo'lmasin deb bu ishlarga ko'z yumganman, lekin ko'nglim sovib bo'lganda men oxirgi nuqtagacha oilamizni asrab qolishga harakat qilganman. U esa qarindoshlarining, o'rtoqlarining gapiga kirardi. Ajrashishimizga ularning ham gapining ta'siri bo'lgan, deydi Sevinch Mo'minova bergan intervyusida.